So'nggi yillarda amalga oshirilayotgan tub islohotlarimiz va xalqning ichiga kirib, amaliy ishlar boshlangani natijasida viloyatdagi tuman va shaharlarga, olis qishloq va mahallalarga yangi hayot va yangi taraqqiyot kirib kelmoqda. Muhimi, odamlarda ertangi kunga bo'lgan ishonch ortib bormoqda. Ayni paytda Nurafshon shahri jadal rivojlanib, zamonaviy infratuzilma va qulay yashash sharoitlarini o'zida mujassam etmoqda. Ayni paytda biz Nurafshon shahrida joylashgan favqulodda vaziyatlar bo'limining yangi binosidamiz. Ushbu binoda xodimlar uchun barcha sharoitlar yaratilgan bo'lib, xususan yong'in, suv toshqinlari, tabiiy va texnogen halokatlarning oldini olishda katta ahamiyat kasb etadi. Mana hozir turgan Nurafshon shahar favqulodda vaziyatlar bo'limi binosi o'tgan yili 2025-yilda sentyabr oyida viloyat hokimi rahbarligida va vazirligimizning rahbariyati bilan birgalikda shu bo'lim yangi bo'lim ochildi binosi. Bo'limda barcha sharoitlarga ega bo'lgan, mana hozir ko'rib turibsizlar, hamma shu yangi texnikalar, jahon talabiga javob beradigan, umuman favqulodda vaziyatlarni bartaraf etishga mo'ljallangan texnikalarni jihozlangan. Ya'ni shu yong'indan tashqari qutqaruv ishlarini amalga oshirish va yuqorida aytgan sel toshqinlarning oldini olish bo'yicha ham shu kerakli asbob anjomlar jihozlangan va bundan tashqari xodimlarimizga sharoit yaratilgan. Bugungi kunda mana shu bizning bo'limimizda 40 dan oshiq xodimimiz xizmat qiladi. Ustuvoshidan boshlab turib o'sha asbob anjomigacha sharoitlar yaratilgan va dam olish xonalari, yotoqxonalari va ovqatlanish xonalari hamma barcha kerakli bo'lgan sharoitlar yaratilgan. Favqulodda vaziyatlarni bartaraf etishga shay bo'lib, jangovar holatda doimiy xizmatni olib boradi. Moddiy texnik bazasi yaratilganligi, ko'rib turganligi, ya'ni ikkita asosiy texnikamiz va bundan tashqari litsenziyamiz ham mana ta'minlangan. Nurafshon shaharida mana hozir ko'rib turibsizlar, qurilishlar, ya'ni baland qavatli uylar qurilayotgan munosabatdan shu yangi rusumdagi avtonarvon olingan. Avtonarvon o'sha avtonarvon bilan qutqaruv ishlarini amalga oshirish mumkin. Bundan buyon va o'sha bosqichma-bosqich yana bir rivojlanishlar amalga oshirib boriladi. Ya'ni kerakli boshqa qutqaruv anjomlari bo'ladi, boshqa texnikalar bilan ta'minlanib boriladi. Hozir mana bu maxsus asosiy avtomobillarimiz bu Samarqand Avto, ya'ni Samarqandda ishlab chiqarilgan Isuzu yong'in o'chirish asosiy avtomobillari hisoblanadi. Mana bunda o'sha smena boshlig'i hamda yong'in qutqaruvchilarning o'tirishga mo'ljallangan joylari va o'sha ularga sharoitlar yaratilgan. Bu tomonimizda, atsek tomonimizda birinchi yordamga shu yong'in sodir bo'lganda birlamchi o'sha o'chirish, ya'ni yong'inni o'chirishga kirish uchun tayyor qilingan, o'zingiz tilda aytganda alohida mana maxsus dastaklar bilan ulangan, tayyor turgan jangovar yoyilishga tayyor bo'lgan yengimiz bor. Bundan tashqari Gollandiyada ishlab chiqarilgan xalmator rusumli kesuvchi hamda o'sha bloklarni yoki bo'lmasa temir betonlarni shu kengaytirib ochib berishga mo'ljallangan anjomimiz, asbobimiz. Bundan tashqari bu gidrolitskiy asbob anjom, mana buni xuddi shuni faqat kichkina rusumdagisi bor. Yenglarni rusumlari, ya'ni har xil turdagi yenglarimiz bor. O'sha jangovar yoyilishda ishlatiladigan, magistral yoyilishda ishlatiladigan o'sha o'lchovdagi yenglarimiz joylashgan bo'ladi. Yuqorida turgani o'sha ko'rib turganlaringizdek, bu asosiy o'sha standartimiz. Buni o'sha yong'in qutqaruv gidrantlariga, yong'in o'chirish yoki suv gidrantlariga ulanadi va shu bilan yong'inni bartaraf etishda doimiy uzluksiz suv berishga xizmat qiladi. Bundan tashqari mana bu atsekimizda hozir yuqorida aytganlarimiz yana bu o'sha birinchi yordamga beradiganimiz tayyor munsiya bor. Bu shlank, asosiy shlank, bundan tashqari mana yenglarimiz
va boyagi ana kompressorlarimiz boyagi bu shu apparatlarimizni ishlash uchun mo'ljallangan narsalar. Qolgani u texnikalar, ya'ni u suvni olishga mo'ljallangan, ya'ni hovuzdan yoki boshqa anaqadan gidrantdan olishga mo'ljallangan mana yenglarga ulangan joylar. Bundan tashqari mana alohida uni yana bu turadi, uzoq masofaga berish uchun mo'ljallangan dastaklarimiz mavjud bu. Avtomobilni ko'rib turibsizlar, maxsus avtomobil hisoblanadi. Bunisi asosiy bo'ladi. Maxsus deganimiz maqsad avtonarvon. O'sha maxsus vazifalarni bajarish, ya'ni yuqori qavatli binolarda sodir bo'lgan birinchi navbatda yong'inlar, o'sha qutqaruvlarni amalga oshirish uchun mo'ljallangan, ya'ni man rusumli avtomobilimizda qurilgan avtonarvonimiz bo'ladi. Ya'ni 52 metr balandlikka ko'tarishga anaqa ega. Va bundan tashqari bu avtonarvondan o'sha joyda ham suv berishga, ham qutqarish ishlarini amalga oshirish mumkin bo'ladi. Tepasida mana ko'rganlaringizdek, qutqaruv lyukasi deydi. O'sha lyuka orqali ham qutqaruv ishlarini amalga oshirib, o'sha yong'inni bartaraf etishda, qutqaruv ishlarini amalga oshirishda xizmat qiladigan maxsus avtomobil hisoblanadi. Endi buni asosiy ishlash prinsipi bu o'sha haydovchimiz kelgandan keyin shu asosan bunga o'qitiladi va o'sha o'zini maxsus o'rindig'i orqali boshqarish amalga oshirib boradi. Tegishli bo'lgan asosiy anjomlari ham bu yerda saqlanadi boshqa.